Lutfi poshoni vazir etib tayinladim. Shohi Hubbon ham biz bilan birga qoladi. O'zi shuni istadi. Lutfi Posho vazir maqomida devoni Humoyunga qo'shilibdi. Xayrli bo'lsin. Hukmdorimiz shu maqomga loyiq ko'ribdilar. Katta sharaf bu. Albatta. Ammo bu maqomning yuki juda og'ir. Ibrohim Poshoning xizmatiga qarab tushunish mumkin buni. Axir oqibati juda ayanchli bo'ldi. Tashvish chekma, Xurram. Lutfi Posho Ibrohim Poshoga o'xshamaydi. Chunki xotinim menman. Men esa Hadichaga o'xshamayman.